Şefkatlilikning yozgi otnasi qissalarında yurt o'qishi motor etib shu bog'chaga olmag'achlar o'tirtirgan chiqdik. Bu endi bizning traditsiyaga kirib bora. Bilganingizcha, былтыр 9-sinf o'quvchilari 10 o'qishi motor etib maktab yurtuna 10 ro'za shashak o'tirtganlari. Ular motor etib jay bo'yi maktabga yam berib o'tirganlari. Men ishonam sizga. Bizning shu o'tirtgan olmag'achlarimiz motor bo'lib o'sib ketar. Hem endi siz foydag'ina bo'lsangiz da maktabni sog'inib qaytib maktabga kelgach har birigiz shu o'zi o'tirtgan olmag'achin tanib, uning yonida kartochkaga tusharsiz. Maktabni o'tirtgan o'quvchilarimizni hammagizning o'qib, o'ynab o'sgan sirlarini motor etib esga tushirasiz. Sizga men mana shunday yozgi motor kunlarda ko'nglingizda har vaqt motor uylar bo'lun tilim sizga. Maktabni o'qishni tamamlab tilagan o'quv yurtlarında aybatgina bilim olib, kerakli elimizga, xalqimizga, oğlumizga kerakli kishilar bo'lib o'sib yetib, turmushimizda baxtli umr kechirib, xalqimizga yordam etib yashaysiz deb ishonib qolamiz. O'qishlar sizga kelajakda baxtli